Monza mashinamizni ham xudo xohlasa aktiv qilishni boshladik. Gravetex burun to'pkalari sek qo'yilgan, kraskalarni sepishni boshlaymiz. Monza mashinamizni ham xudo xohlasa laklarni sepib bo'ldik. Ko'rishingiz mumkin. O'sha sifatli kraska va laklardan foydalanganmiz. Inshaalloh mashinamizni ideal holatda sepib bo'ldik. Gravitexlarni ham bir qilib zavodskiy holati bilan bir xil qilib sepganmiz. Ana endi jarayonlari keng yetakka o'tamiz. Mashinamizni polirovkalarini boshlaymiz. Monza mashinamiz xudo xolisa tayyor bo'ldi. Mashinani tayyor bo'lgan holatini ko'rishga tayyormisizlar? Polirovka keramikalarni qo'yganmiz. Bilesklarni qaranglar. Ideal bo'ldi. Kapotida tosh tegan hamma mayda-chuyda toshlarni terib tashaganmiz. Bundan tashqari parok qismlarini ham chiroyli qilib kraskalarni sepib, gratexlarni birga bir qilib qo'yganmiz. Eng suluj joyi mana shu eshik edi. Mana shu eshik poni ishqalanib, deformatsiya bo'lib, detal o'ynab ketgan edi. Yo'llardan ko'rishingiz mumkin. Hammasini tekis qilib shagrillargacha to'g'rilab qo'yganmiz. Kraska sepilgan joylarni qaranglar. Birga bir bo'lib turibdi. Agar sizlarga ham shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, okeylar. Bilasizlar, promo o'zimizga murojaat qilinglar. Sizlarnikini mana shunaqa ideal qilib yondirib beramiz.